hamkorlikda bu musobaqani tashkillashtirdik. Bu musobaqa mahalla bolalar 8 nafari. Mana bugun Jarqo'rg'on tumanida Shijoat va g'ayrat harbiy sport musobaqasida qatnashmoqdamiz. Bunda biz mahallamiz Qumqishloq mahallasi yoshlari faol ishtirok etmoqdamiz. Ko'tarinki kayfiyatda o'tkazilayotgan musobaqada uzunlikka yugurish, granatda uloqtirish, shonga o'q uzish, turnike tortilish kabi musobaqalarda qatnashib faol ishtirok etmoqdamiz. Ushbu musobaqada faxrli o'rinlarni olib, viloyat bosqichlarida ham ishtirok etish niyatimiz bor va bunga biz tirishqoqlik bilan harakat qilmoqdamiz. Raqib jamoalarga ham omad tilab qolamiz.